Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil mursalin. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ta'ala ve berekatuhu. Tazkiyatun nafs, nafsni poklashlik darslaridan yangi mavzuni boshlaymiz. Ilm manzilati. Albatta bu eng oliy manzilat. Ilm manzilat haqidagi darslar birodarlar. Alloh azza va jalla bandalarga turli ne'matlarni ato qildi. Sog'lik, boylik, mansab, farzandlar, kuch-quvvat. Albatta bular Alloh taoloning ulkan in'omlari. Qur'oni Karim insonlarda qadr-qiymatini belgilashlikda biz aytib o'tgan bu dunyo matohlarini birontasiga e'timod qilmadi, suyanmadi. Bir bandani ikkinchi bandadan martabasi balandligini iymon bilan, ilm bilan, amal bilan belgiladi. Astagfirullah. Amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirata wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Innama yatadhakkaru ulul albab. Mana Robbimiz subhanahu va taoloning nazdida qaysi banda boshqalardan afzal? Nimasi bilan bir banda boshqa bandalardan afzal bo'ladi? Yoki kechalari sajda qilgan va qiyomda tik turgan holda toat ibodat qilguvchi, oxiratdan qo'rqadigan va Parvardigorining rahmatidan, marhamatidan umid qiladigan kishi bilan kufr isyonga g'arq bo'lgan kimsa barobar bo'lurmi? Ayting, biladigan zotlar bilan bilmaydigan kimsalar barobar bo'lurmi? Dar haqiqat faqat aql egalarigina pand nasihat olurlar. Biladigan zotlar bilan bilmaydigan kimsalar barobar bo'lurmi? Hargiz barobar bo'lmaydi. Albatta ilm martabasi birodarlar eng oliy martaba. Iymon yo'liga yurgan har bitta banda mana shu qo'ygan qadami ilmga asoslangan bo'lishligi kerak. Agar mana shu haqqa qadam bosib ketayotgan odamni birinchi qadamidan oxirgi qadamigacha unga ilm hamroh bo'lmaydigan bo'lsa birodarlar, bu odam to'g'ri yo'lda sobit tura olmaydi. Chunki ilm insonni to'g'rilab turadi. Chunki odam bolasi borki xato qiladi. Toyilib ketishi bor, o'ngga, so'lga og'ib ketishi bor. U to'g'ri ketyapman deb o'ylayveradi. Agar ilm bo'lmasa, og'ib ketganligini sezmay qoladi. Allohning roziligiga to'g'ri olib boradigan yagona yo'l bu ilm yo'li. Alloh azza va jalla Muhammad alayhisalomga xitob qilib shunday deydi. Astagfirullah. Fata'ala Allohul malikul haq va la ta'jal bil Qur'an min qabli an yuqda ilayka vahyuh va qur robbi zidni ilma. Haq podshoh Alloh yuksakdir. Ey Muhammad alayhisalom, sizga Qur'on vahiysi bitishidan ilgari qiroat qilishga shoshmang. Va ayting, Parvardigorim ilmimni yanada ziyoda qilgin. Qur'onda bittagina oyat bor, Alloh taolo ziyoda qilgin degan oyat. Ya'ni bandaga Alloh taolo mana shu narsamni ziyoda qilib ber deb so'ragan bitta narsa ilm. Bironta bir o'rinda Parvardigor umrimizni ziyoda qilgin, pulimizni ziyoda qilgin, mansabimni, quvvatimni ziyoda qilgin degan chaqiriq yo'q Qur'onda. Faqatgina va qur robbi zidni ilma. Ey bandalarim, Parvardigor ilmimni ziyoda qilgin deb so'raylar deyapti. Qolgan narsani ziyoda qil deb so'radigan emas Alloh taolo. Shundan bilsak bo'ladi ilm qanchalar ulug' martaba. Imomul Junayd aytadi. Allohga olib boradigan yo'llarning hammasi haloyiq uchun to'silgan. Faqat Rasulullohning yo'liga ergashgan insonlar uchun ochiq. Ya'ni Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning yo'lini ushamabdimi? Bu odam har qancha aqlli bo'lsin, har qancha chiranmasin, Rasulullohning yo'lini ushamagan odam Alloh taoloning eshigini oldiga yo'lni topa olmaydi. Qo'limizda birodarlar kitob va sunnat turibdi. Mana shu ikkita narsa siz bilan bizning dinimizning manhaji, siz bilan bizning hayotimizdagi dastur. Qilayotgan ishlarimizni mana shu ikkita narsa bilan, kitob va sunnat bilan o'lchashimiz kerak. Chunki inson hozirlik qilayotgan ishini to'g'ri deb qilaveradi, og'ib ketganini bilmay qoladi. Agar ilmi bo'lmaydigan bo'lsa. Ilm uning yo'lini to'g'rilab turmasa, adashib ketishligida shubha yo'q. Chunki nafsi bor, shaytoni bor, dunyoning fitnasi bor.
Agar oxirating haqida g'am qilsang, birodar, abadiy saodatni, najotni g'amida yurgan bo'lsang, amallaringni kitob va sunnat bilan to'g'rila. Endi kitob va sunnat bilan to'g'rilashlik uchun avval u kitob va sunnat ilmidan xabardor bo'lish kerak. Kitob va sunnatni o'zimizga andoza qilib, o'lchov qilib olishimiz uchun avvalambor ularni o'rganishimiz kerak. Chunki kallangizga kelgan har bitta fikr to'g'ri bo'lavermaydi. O'yingizga kelgan har bitta fikr kitob va sunnatga tushavermaydi. Aqlingizni ham, fikringizni ham mana shu ikkita narsa bilan to'g'rilab olishingiz kerak, kitob va sunnat bilan. Mana Alloh taolo siz bilan bizni tavba qilishga buyurgan. O'zi tavba qilish uchun ham ilm kerak. Nima uchun? Qilgan ishingizni gunoh ekanligini bilsangiz, keyin tavba qilasizda. Qilayotgan ishingizni gunoh ekanligini bilsangiz tavba qilasiz. Agar gunohda bilmasangiz nimaga tavba qilasiz? Demak, tavba qilishlikning birinchi bosqichi, birinchi qadami nima ekan? Ilm. Akalar, ilm bo'lmasa musibat. Odam halol bilan haromning farqiga borsin. Nima mumkin, nima mumkin emas bilsin. To'g'ri va noto'g'ri degan narsalarni ajratib olsin. Shunda nimani qabul qilish kerak, nimani qabul qilmaslik kerak, shunda farqiga boradi. Ulamolar aytishadi, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga iqtido qilmasdan har bitta qilgan ishing bu seni havoyi xohishing, havoyi nafsing. Yo Rasulullohni sunnati bilan, u zotni bergan ilmi bilan birga bo'lasan, yoki havoyi nafsing bilan. Uchinchi yo'l yo'q. Aytiladi, sunnatga ergashilmasdan qilingan har bitta amal botil bo'ladi. Demak, sunnatni bilishlik kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning siyratlarini o'rganishlik kerak bo'ladi. Modomiki payg'ambarimiz qilgan har bitta ishi bizga shariat ekan, har bitta buyrug'i, qaytarg'i shariat ekan, har bitta bir fe'li, so'zi shariat ekan, u zotning sunnatini o'rganishimiz kerak. Siyratini o'rganishimiz kerak. O'tirib ko'rishlik sunnatmi yoki tikka turib ko'rishlik sunnatmi? Bizga o'tirib ko'rishlik sunnat degan xabar keldi. Demak, majlisda o'tirganimizda burakalada o'tirib ko'rishdik. Sunnatga amal qildik. Yaxshi. Endi jo'ralar o'tiribmiz, 20 ga kirgan, 25 ga kirgan yigitlar, kelinglar yigitlar deb duo bergani dadasi kirdi. 20 ga kirgan bolalar, keling hoji aka deb o'tirib ko'rishyapti. Ali osoqol hamma bilan ko'rishib chiqib, o'tirib duo berib chiqib ketdi. Chiqib nima deydi? Nima deydi? Jo'ralaring beodob ekan deydi. Dada, sunnat bu deydi. Bolam, beodoblik sunnatmi deydi. Turib ko'rishay desa, tark sunnat bo'lib qoladi. O'tirib ko'rishay desa, beadablik bo'lyapti. Savol: nima? Sunnat beadablikmi? Yo'q, beadablik emas. Ayni odob sunnat. Sunnat bu odob, odob bu sunnat. Siz payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning bitta hadisini eshitdingiz. Endi payg'ambar alayhisalomning shu masalada aytgan boshqa hadisi ham bor, uni bilmaysiz. Rasulullohning hayotida bir mavqif bor, voqea bor, uni bilmaysiz. Tushunyapsizmi? Bitta hadisni yoki bitta narsani eshitib olib turib, shu bilan to'xtab olgan odam muammoga kirib qolishi mumkin. Banu Qurayzaning ustidan hukm chiqarishlik uchun Rasululloh Masjidun Nabaviyda jarohatlanib yotgan Sa'd ibn Muozni olib keltirdilar. Bu ulug' sahoba ana shu ulovga minishga yaramagan edi, jarohati tufayli nasilkaga solib bizitildi. Shu eshak ustiga qo'yib olib kelishdi. Hamma ansorlar o'tirishgan edi, Rasululloh Sa'd ibn Muoz kelganida qumu li sayyidi qawmikum dedilar. Qavmingizni sayyidi uchun turinglar o'rninglardan. Ha, turish ham sunnat ekan-a? Kelgan odamning hurmati, e'tibori, mavqifiga munosib muomala qilib turishlik ham sunnat ekan. Demak, siz faqatgina o'tirib ko'rishlik sunnat degan gapni eshitib turib, ikkinchi sunnatdan xabaringiz bo'lmasa, beadablikni qilib turib sunnatga amal qilyapman deysiz. Mana shu narsani ilm deyiladi, birodarlar. Shuning uchun birodarlar, ilm u siz bilan biz bilganlar narsa emas. Ilm biz o'rgangan narsa ilmda deylik 1%dir, 0.5%dir aytaylikki, meni bilganimdan ko'ra bilmaganim ko'proq. Endi bu sunnatni bir tomon ushlashlikka misolda o'tirib ko'rishlik ham sunnat ekan, turib ko'rish ham sunnat ekan. Anzilin nasa manazilahum deganlar Rasululloh boshqa hadislarida
odamlarni o'zlariga loyiq bo'lgan joyga o'tkazinglar. Ya'ni odamlarda o'ziga yarasha muomala qilinglar degani. Masalan, yurtning rahbari keldi. Qavmning bir peshvosi ulug'i keldi. Mana shu qishloqning oqsoqoli keldi. Oqsoqol yuring oldiga. Sahobalar Alloh bilan qanday muomalada bo'lishgan? Husni odobda, haybat va davomiy muroqabada. Muhammad alayhisalom bilan qanday muomalada bo'lishgan? Sunnatni ushlash va ilmni o'zlariga lozim tutish bilan. Allohning avliyolari bilan qanday muomalada bo'lishgan? Ularga xizmat qilish bilan, ularni hurmat qilish bilan muomala qilib turishgan. O'zining oilalari bilan qanday muomalada bo'lishgan sahobalar? Go'zal xulq bilan, husni muomala bilan. Birodarlari bilan qanday muomalada bo'lishgan? Ochiq yuz bilan, bashoshat bilan. Johillar bilan qanday muomalada bo'lishgan? Ularga rahmli bo'lish bilan, duo bilan. O'shuning uchun kimlardir g'iybat qilsa, kimdir nojo'ya muomalani qiladigan bo'lsa, Allohni tanigan odam ularni qarg'amasdan, ularga bir rahmdil bo'lib, ularga rahmi kelib, haqqiga duo qilib qo'yishlik kerak. Parvardigor insof bergan bularga ham. Sahobalar o'zlarining nafsi bilan qanaqa muomalada bo'lishgan? Nafsiga muxolif bo'lishgan. Nafsi xohlayotgan ishni teskarisini qilishgan. Shayton bilan qanaqa muomalada bo'lishgan? Shaytonni o'zlariga dushman deb bilishgan. Yana aytiladi, kim o'zining nafsiga so'zida, fe'lida sunnatni amir qilib olsa, so'zi hikmatli bo'ladi. Kim o'zini nafsiga havosini amir qilib olsa, bid'atni gapiradi. Astagfirullah. Qul atiiulloha va atiiur rasul fa in tawallaw fa innama alayhi ma hummila va alaykum ma hummiltum va in tuti'uhu tahtadu va ma alar rasuli illa al-balagul mubin. Ayting, Allohga bo'yinsuningiz va payg'ambarga bo'yinsuningiz. Endi agar yuz o'girsangizlar, bas payg'ambar zimmasida o'ziga yuklangan narsa bordir. Sizlarning zimmangizda esa o'zlaringizga yuklangan narsa, payg'ambarga bo'yinsunish bordir. Agar unga bo'yinsunsangiz, hidoyat topursiz. Agar payg'ambarga bo'yinsuysalar, keyin hidoyat topasizlar. Payg'ambar zimmasida faqatgina yetkazib qo'yishlik bor. Oyatning dalolati qat'iy. In tuti'uhu tahtadu. Agar unga itoat qilsanglar, bo'yinsunsanglar, shunda to'g'ri yo'lda bo'lasizlar. Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga. Yana aytiladi, ilm boshliqdir. Xavf esa yo'llovchidir. Ilm boshlaydi, xavf sizni yo'llaydi. Nafs mana shu ikkitasini o'rtasida qaysarlik qiladi. Nafs qaysar narsa bo'ladi. Aldaydigan bo'ladi, itoatsiz bo'ladi. Undan ehtiyot bo'lishlik kerak. Agar insonning ilmi Allohga yetaklasa, Alloh bu bandani musibatlardan saqlab qo'yadi. Chunki Robbimiz subhanahu va taolo aytayaptiki, ustingizga nima musibat kelsa, bu o'zingizlar qilgan ish tufayli yetadi dedi. Mana buni bildingiz siz, shu ilmdan xabardor bo'ldingiz. Demak, nima xato bo'lsa sizdan shunga musibat kelar ekan. Endi mana shu ilmingiz sizni shu xatoni qilmaslikka olib boradi, binobarin Alloh tomonidan musibat kelmasligiga sabab bo'ladi. Allohni sizga tanitadigan ilm ustingizga keladigan musibatlarni daf qiladi. Agar insonning ilmi Allohga yetaklamasa, Allohdan qo'rqishlikka olib bormasa, Alloh taolo bu bandani ustiga musibatlarni yuboradi. Nima uchun? Nima uchun musibat? Allohga kerakmi musibat yuborish? Yo'q. Bu bandani Alloh taolo o'zini eshigini oldiga olib kelishlik uchun. Solih bo'lgan, qo'lidan kelganicha taqvoda qilayotgan, xatolardan uzoq bo'layotgan bir mo'min bandaga musibat kelsa, bu bitta bir holat. Gunoh ma'siyatga botib ketgan bitta banda ustiga musibat kelsa, ikkinchi holat. Birinchi holatda Alloh solih bo'lsa ham Alloh ustiga musibat bergan bo'lsa, bu uning darajasini ko'tarishlik uchun berildi. Ikkinchi holatda fosiq, fojir bo'lib turganda ustiga musibat kelsa, Alloh bu bandani o'zini eshigiga qaytarishlik uchun berdi. Ikkala holatda ham musibat iymoni bor mo'min odam uchun foyda bo'lyapti. Bittasini gunohdan to'xtalishiga, ikkinchisini darajasini ko'tarilishiga. Qarangda, payg'ambarimiz aytganlaridek, ajaban li amril mu'min deydilar Rasululloh. Mo'minning ishiga hayronman.
Yaxshilik kelsa ham uni foydasiga, yomonlik kelsa ham uni foydasiga. Yaxshilik kelsa shukr keltiradi, Alloh rozi bo'ladi. Musibat kelsa sabr qiladi, unda ham Alloh rozi bo'ladi. Bu faqat mo'minga berilgan fazilat. Demak, siz Allohning eshigiga iymoningizdan, Allohga bo'lgan muhabbatingizdan kelib chiqib yaqin kelasiz yoki Alloh tomonidan berilgan musibat tufayli Allohning eshigiga qaytasiz. Allohga muhabbatingizdan kelib chiqib turib Allohning eshigiga yaqin kelasiz ixtiyoringiz bilan. Yoki Alloh tomonidan kelgan balo tufayli majbur kelasiz Allohning eshigiga. Qaysinisining martabasi balandroq? Birinchisimi? Biz qaysi bilan keldik? Qaysi yo'l bilan keldik? Ixtiyorimiz bilanmi? Ixtiyoringiz bilan kelganligingiz, birodar, bilib qo'ying, juda ko'p balolarni ustingizga kelishingizni to'sib turibdi. Shuning uchun aytayapti: "Va ma asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum va ya'fu an katir." Nima musibat kelsa, o'zingni qilgan ishing tufayli keldi, ya'ni men ko'pini kechirib turaman. 10 ta xato bo'ldi, bittasiga Alloh jazo berdi. Shu bilan 10 tani yubordi. Agar har bittasiga yuborganda musibatda avariya olib ketib, tirik qoldi, esini yig'madi. Bir dardni berdi Alloh taolo, yana qaytardi, esini yig'madi. Bular bari signal edi. Lekin nima qilmadi uni? Tushunmadi. Allohga muhabbating, iymoning sababli kelganing qayoqda-yu, musibat sababli yaqin kelganing qayerda? Ulamolar aytishadi, Allohning shifoxonasida, Alloh taoloning aptekasida dorilar juda ham ko'p. O'sha dori achchiq bo'ladi, lekin ichishlik kerak kasaldan qutulishlik uchun. Shuning uchun Alloh taolo siz bilan bizga mana shunday bir musibatni bersa, bu bir achchiq doriga o'xshar ekanki, o'shini ichsak tuzalamiz. Millionlagan sabab tufayli insonning hayoti jahimga aylanib ketishi mumkin. Shuning uchun agar insonning ilmi shu insonni Alloh tomoniga yetaklasa, Alloh bu bandasining qalbiga sakinatni ato qiladi. Yaxshilik kelganda ham xotirjam qalbi, musibat kelganda ham xotirjam qalbi. Gunohlarimga kafforat bo'ldi. Buni bir hikmati bor. Bu ish bejiz bo'lmadi. O'zimdan bir o'tib qoldi-da deydi-da, o'shini ham xotirjam. Chunki gunohlarga nima bo'ldi? Kafforat bo'ldi. Ilm tufayli birodarlar inson o'zini adashganini anglaydi, johilligini anglaydi. Shunda Allohdan qo'rqadi va mana shu qo'rquvi Allohning dargohiga yetalab keladi. Ilm ikki xil bo'ladi. Alloh subhanahu va taoloning o'zidan olingan ilm, mahluqotlardan olingan ilm. Biz barhayot hay bo'lgan, abadiy hay bo'lgan Xoliq subhanahu va taolodan ilm olamiz. Endi Allohga iymon keltirmaganlar o'zlariga o'xshagan odamlardan ilm oladi. Odamlarning ilmlari bir-birlaridan bo'ladi. Biz Allohdan olamiz ilmni. Bu koinot haqida birodarlar, dunyo hayotini nima ekanligi haqida odamlar ham fikrlarini bildirib gapirgan. Bu dunyo hayoti deb turib filosoflar bor, allomalar, donishmandlar bor. Dunyo hayotining nima ekanligi haqida odamlarning gapirgan gaplari ham bor. Endi mana shu dunyo hayotini yaratgan Alloh taoloning ham gapirgan gapi bor. Dunyo hayoti nima ekanligini odamlarning gapidan o'rganamizmi? Yoki shu dunyoni yaratgan Allohning gapidanmi? Yana kimdir aytishi mumkin. Kitobi sunnat turganda boshqa narsani nima qilaman? To'g'ridan to'g'ri ikkalasini olib ketaveraman. Birodar, agar sen kitobi sunnat ma'rifatiga, ilmiga beparvo bo'ladigan bo'lsang, sen g'irt johil odam ekansan. Kitobi sunnat turganda qolgan narsani nima qilaman deyotgan bo'lsang, bu ilmda nimaligini tushunmabsan. Sen aytayotgan so'zing g'irt johiliy so'z. Sen bilan menga Rasulullohning hadislarini yetkazib bergan insonlar, olimlar bo'lmaganida sunnatning nimaligini qayerdan bilar edik? Rasulullohning qilgan ibodatlari, ulamolar ana shu ibodatlarni siz bilan bizga naql qilib bermaganida qayerdan olar edik? Tushundinglarmi? Kitobi sunnatni o'zi yetadi degan odam g'irt johilni so'zini aytayapti. Sen eplolmaysan kitobi sunnatda o'zini ushab amal qilib ketgani. Men bu ilmlarni o'rganmayman, sababi meni qalbim toza, Qur'on bilan hadis turibdi, shu bilan ketaveraman. Adashasan birodar, adashasan. Modomiki sen Allohning roziligini xohlar ekansan, Allohning dinida haqli yo'lda turishingni xohlar ekansan, Allohning shariatida mahkam turishni xohlar ekansan,
Qur'on va sunnatni siz bilan bizga ta'lim bergan shar'iy ilmlarni ham mahkam ushlashligimiz kerak. Ulamolar yo'lini ushlashlik kerak. Agar mana shu Qur'onni qanday tushunish kerakligini o'rgatadigan odamni qabul qilmasang, sunnatni nima ekanligini senga o'rgatadigan olimlarning gapini chekka suradigan bo'lsang, nima bilan qolasan bilasanmi? Nafsing bilan qolasan. Havoying bilan qolasan. Falsafang bilan qolasan, fikring bilan qolasan. Bu holatda aniq adashasan. Mana hozir sizlarga men o'tirib salom berishlik bilan turib salom berishlikni aytdim. Agar siz tikka turib ko'rishlik ham sunnat ekanligini bilmasangiz, o'tirib ko'rishlik sunnat desangiz, shu sunnatni sizga o'rgatadigan ulamolarni inkor qilsangiz, hadis oyat yetadi deydigan bo'lsangiz, tushunyapsizmi qanaqa xatarga kirib qolasiz? Alloh taolo aytadi, astagfirullah, fazalikumullohu robbukumul haq, famaza ba'dal haqqi illa ad-dalal, fa anna tusrafun. Bas, mana shu Alloh haqiqiy parvardigoringizdir. Haqiqatdan keyin esa faqatgina yo'ldan ozishlik bor. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh.